Hammaga assalomu alaykum. Bugun aralash quralashdagi eng go'zal, eng latofatli qiz Zeboni tug'ilgan kuni. Bugun uni aldab chaqirdik syomkada. Komandadagilar bilishadi, lekin o'zi bilmaydi. Hozir nima bo'lishini kuzatib olaylik, ketdik. Taping shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni. Sen ishning tumani, bugun tug'ilgan kuni. Bugun aralash quralashdagi eng go'zal, eng latofatli qiz Zeboni tug'ilgan kuni. Bugun uni aldab chaqirdik syomkada. Komandadagilar bilishadi, lekin o'zi bilmaydi. Hozir nima bo'lishini kuzatib olaylik, ketdik. Taping shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni.